Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi ko'ruvchi do'stlar. Strategiya nima deydi programmamizda yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Men Abdusalom Niyozovman. Qadrli ko'ruvchilar, biz bugun Strategiya nima deydi programmamizda o'zimiz tayyorlagan savollarimizdan boshqa ko'ruvchilarimizning bizga qoldirgan savollariga qarata strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bilan suhbat olib boramiz. Hürmetli Erkin Ekrem Efendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Xitaydan chiqib dunyoga tarqalgan bu vabo dunyoga tahdid bo'lmoqda. Ba'zi xabarlarda bildirilishicha, Bill Gatesning bu vabo Afrikaga yetib borsa 10 million inson hayotidan ayrildi degan taxminni o'tirg'i qo'yganligini xabar qildi. Bu taxmin o'tirg'i qo'yilib bir qancha soatdan keyin Afrika qit'asidagi Misrda tunji yuqumlang'uchining bayqalganligi e'lon qilindi. Bill Gates bu qitimliq koronavirusning 1957-yili Xitoydan tarqalib, dunyoning hamma yeriga yetib borgan 2 million insonning jinini olganligi bildirilgan Osiyo zukumiga o'xshash xatarlik ekanligi qayd qilgan. Bu virus sababli Xitoy iqtisodi ziyonga uchrab qolmasdan, dunyo iqtisodining ziyonga uchrayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Bu virusning buncha keng tarqalib ketishida Xitoy millatining insonlikdan mahrum qolgan psixikasi cho'ng rol o'ynadi. Vabo rayonidan jinining boricha taraf-tarafga qochish, yuqumlanganligini bilgandan keyin boshqalarga yuqtirish uchun harakat qilish qilmishlari odamni saskandirdi. Bu virus bir tarafdan dunyoni vahimaga solsa, yana bir tarafdan Xitoyni tunishga bir fursat bilan ta'minladi desak bo'ladi. Endi gapning o'ziga kelsak, bu virus dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Buning ziynini azaytish uchun virusni kontrol qilishdan sirt, iqtisodni jonlantirish ehtiyoji tuyuldi. Har qaysi davlatlar o'z davlatining iqtisodini qo'g'dash uchun yangi yo'l izlamdi. Bundan keyin Xitoyning arzon bozor bo'lish aloyidligi yo'qolish ehtimoli bormi? Aslında Xitoyninki bozori burunga qaragan chaqdama bek arzon emas hozir. Burungu aşında bir arzonchilik bor, shuningga g'arb davlatlar bu yerda pulni jiq topalatdi. Keyingi yillarda Xitoy nurg'un qonunlarni chiqarib, chet elliklar undaq oson pul topamaydigan holiga keldi. Ammo shunda bo'lsa-mu, bu g'arb davlatlardan tegma chiqaraq pul topadigan bir yerdi Xitoy. Çünkü dünya nüfusununki 5'te 1, 6'da 1 olan bir baza bu. Yani bu bazanı degenin 30-50 devlet aran birlikte kurgan çağda kurulduğun bir baza. Şununla bu bazadaki paydasını jitir koyuşunu halımaydı bazıları. Fakat bunlar tehi başka bazalarga tehi ügünemedi. Misalga Endonezya, Malezya, Vietnam ve Hindistan degendek bazalarga. Gerçi Amerikan Prezidenti Trump Amerikan ticaretçilerine, iş adamlarını evvelki diğer rayonlara birinler davet ediyor ama Xitay'dan bırakılı çıkış onda asan bulmaydıganlığını hemimiz bilimiz. Hem de bu Xitay'da bundak virüsler köpeyip çıkıdığanlı bolsa misalga burun bir SARS degen bir virüs vardı. Hazır koronavirüsü var. Kelgüsünde yeni bir virüsün çıkışının kime ihtimali var. Hem de bu Xitayning tarixida mi, nurg'un ülkelerde mi, müşündak virüsler bo'lgan, müşündak yuqumli kasallar bo'lgan. O vaqtida mi şu necha yuz ming million odamlar mi o'lgan. Shuningga buni yig'ib kelgan chog'da Xitoy bundan keyin yana müşündak virüsler bilan yüzleşadiganligini o'ylagan taqdirda tabiiy ba'zi kishilar şu ticaretçiler bo'lsin ve şu iş adamları bo'lsin, bular başka bazarını izlashga tirishadi deb o'ylayman. Yani birisi Amerika bilan Xitoyning orasındagi savdo urushi ve yaratgan ikki davlatning orasındagi munosabatning zeriklishi. Bu zeriklishish mi ba'zi ticaretçilerini ve iş adamlarını mı başka bazar izlashga sebep bo'ladi. Çünkü bu iki devletin arasındaki bundak mücmenlik bir münasebet, yani bu münasebetin yaratkan bir mücmenlik kelgüsünü köremeslik halıga ekildi. Kelgüsünü köremegenden şu başka baza izleşke başlaydı hamdi. Bunda degende. Hem de Xitoyning ishchida deydigan bo'lsak, bu iqtisodga ziyon beryapti.
Misalga nurgun adamlarni uyiga solab, binanın içiga solawatydy. Onundan keyin ishlab chiqarishlar to'xtab qelyapti. Gerçi keyingi mushu kunlarda ishlab chiqarishning bir qismini boshlagan bo'lsa-mu, umumiy jihatda bu texi o'tirib chiqini yo'q. Yani ishlab chiqarish masalasini texi umumiy jihatdan amillashtirgan emas. Bunda bir ahvol tabii nurgun mushu chet elliklar bilan tijorat qilgan Xitoy shirkatlarmi ziyon tortgandek, bunun chet ellik sheriklarimi ziyon tortadi. Misal en oddiy degan vaqtida Türkiye'de oyuncak ekilip Xitoydan ekilib Türkiye'de satgan bu Türkiye'ninki ticaretçilerime hazır mal kırmayvatıdı deydi. Şununla o'xshash hamda Xitoyning o'zininki iqtisodiga ziyon bergandek, uningki sheriklariga ziyon beryapti. Bunda ziyonli tabiiy bir ahvolda chet eldagi tijoratchi va ish odamlarini yine başka bir bozor izlasak bo'ladimi deydigan o'ylari bor. Tabii bu tijoratchi bo'lgandan keyin foyda nerede bo'lsa shu yerda bo'ladi hamda. Ama Xitoyninki bu virüs bir mezgildan keyin to'xtab qolsa, yana Xitoyda pul topamiz deydiganlar bor. Hozirgacha mana shu Xitoydan chiqmagan va ba'zilar zaten chiqamayotdi. Chiqmaydiganlar bor, ya'ni bu tijorat qilib yurganlar. Shuningga bu tijorat ishininki bir uchi pulga bağlangandan keyin ba'zi insonlar pulni deb bo'lsa, yana Xitoyda qola oladi. Ammo umumiyat jihatdan degan chog'da bundan keyin Xitoy bilan tijorat qilgan taqdirda bularni o'ylashga boshlaydi. Misolga Germaniya, Angliya, Turkiya, Fransiya degan davlatlar Xitoy turistlari, Xitoy sayohatchilar ko'p kelsin deb uni istaydi, xohlaydi. Ammo agarda Xitoy shu hozir Fransiyada bo'lgandek shu Xitoy turistlari shu davlatga berib agarda kasallarni yuqtirib ketadigan bo'lsa, bugun Xitoyning shu sayohatchilarni kelamaydigan bir holga keldi hamda. Uni qabul qilmaydigan holga keldi. Masalan, Turkiya nurg'un Xitoydan keladigan aeroplanni to'xtatgan bo'ldi. Ammo İran'nınki to'xtatmaganligi va Iran'da bo'lgan bu virus yuqumli kasallikning ko'payishi bu Türkiye'ne ta'sir qiladi deb Türkiye chegarasini İran bilan bo'lgan chegarasini to'xtatib etdi va aeroplan uchishini to'xtatib etdi. Shunday voqealar tabiiy bir ahvolda Xitoyninki iqtisodiga ziyon beradi. Ammo bu ziyon Xitoyning iqtisodining cho'kishiga veya tamamen yemirilib ketishiga bir sebep bo'lmaydi deb o'ylayman. Çünkü bir mezgildan keyin bu virüsninki antivirüsünü tapalasa, doğrusunu tapalasa, ondan keyin o'zini tuzitib olalaydi. Hem de bir pul ziyon bo'ldi. Bu nimaga o'xshaydi deganda, boy bir adam $100 jutirvasi bilan bu kambag'al bir davlat kambag'al bir odamning $100 jutirishi o'xshamaydi. Yani Xitoy bu pulni yani kelgusida tepishga tirishadi ama bununki yaratgan cemiyet karakterlik meseleler bence iqtisodga bergan ziyondan ko'proq xalqlarni o'ylandırdı deb o'ylayman. SARS meselesi o'tirib chiqqan chog'da Xitoy xalqi ittifoqni qura olgan. Ama bu koronavirusunda nurg'un Xitoylar shikoyat ko'p bo'ldi hamda shikoyat qildi. Hem hükümetiga, hem de shu shahar hükümetiga, hem de merkezga shu shikoyatni qilganlar bo'ldi. Merkez hükümetmi bu ishni darhol hal qilolmaganligini ko'ryapmiz. Yani bu meselede işte kechib qolgan bir ahvollar ko'rinyapti. Shuningga bu cemiyet karakterlik mesele muhakketim bilan birlikte siyasi bir meselege aylanmaydı deb o'ylayman, ama bunda virüsler, bunda yuqumli kasallar yani bir shikayetim ko'paysa hamda Xitoy hokimiyatininki qonuniy o'rnining nim bo'lganligini ya da haq bormi yo'qmi degan talash tartishlar paydo bo'lishi mumkin. O vaqtida Komünist Partining Xitoyni boshqarish jihatdagi qonuniy va haq tarafi ondan keyin gumanga tushidi. Ondan keyin Xitoy hokimiyatininki, merkez hükümetininki yig'ilishining sababini buldu.
Şununla Xitay bu işe ciddi tutuşuyordu. Ama hazırca bir iniq ve e, görüngəndək derecede bir netice ağını yok. 14 fevral Xalqaro bexatarlik yig'ini Myunxenda ochildi. Bu yig'inga qaysi davlatlar qatnashadi? Qandaq masalalar o'tirg'a qo'yilib, nimalar hal qilindi? Aslında bu 1963'te kurulgan bir münber. Yani bu 2. Dünya Uruşu'ndan keyin urushni qanday to'xtatamiz, urushning oldini qanday olamiz degan sabab bilan bundaq bir yig'in qurilgan, hamda bir minbar qurilgan. U vaqtida hamda dunyoninki, bo'libmi g'arb davlatlarininki cho'ng mushu masalalarda mutaxassis bo'lgan odamlarni chaqirib 2 kunlik bir muzokara qiladi. Ama bu müzakereninki neticesinde bu kitapnameni ilan kılmadı. Hem de bir haber bulup dünyaya ilan kılattı. O yerde bazı yığınlar uçuk oludu, muhbirler tepip yazarlaydı. Bazıları yıpık oludu, özara yığınlar buldu. Onun da neyim değişti bilmemiz. Bu Münih Xavfsizlik bu konferans degan bu minber shu 2015'ten itibaren Xitoyning g'arb davlatlarga bergan ziyonligini shu bir tema qilib bu yerda muzokara qilgan. Muhokama qilgan. Ama 2017'den itibaren Xitoy meselesini resmi esas bir mesele deb, esas bir kun tertip deb qo'yishga başlagan. Yani bu da mı şu g'arb kuchini yutiryotidu ya da g'arb ta'sirini yutiryotidu degan temada, esas temada muzokara qildi, muhokama qildi, ama bu yerda sap Xitoy meselesi chiqdi. Yani 2017'den hozirgacha Xitoyninki yükselishi bilan birlikda hem harbiy jihatdan hem iqtisod jihatdan dunyoga qanday xatarliklarni akilayotganligini ve g'arb devlet bununla karşı qanday tedbir ilişini müzakere qilgan gap. Hem de budaqı yig'inda Xitoyni davet qilgan, çünkü bu 1991'den keyin O'rta ve Sharqiy Yevropa devletlerini, Japonya, Hindistan, Xitoy degandek devletlerini davet qilishga başlagan. Şununla bu yaqinqi zamanda bunun qatnaşgan 70'ten chiqaraq devlet, 71-72 devlet var. 350'lik muşu siyasiyon, mutaxassislar, muşu xavfsizlik bilan munosabatli mutaxassislar, ondan keyin bu tadqiqotchilar ve muşu tushuncha ambiri degan shundaq organlardan kelgan muşu mutaxassislarninki muzokara qilgan bir minbar bo'lib qoldi. Xitoy mı qatnaştı? Xitoy bu g'arbliklarninki Xitoyga bunda ko'z qarashining xato bo'lganligini ve Xitoy mı şu dunyoninki inson dunyosininki bir tarkibi bo'lganligini, Xitoyni yot ko'rish to'g'ri bo'lmaganligini, aslında dunyoning meselesini g'arb bilan Xitoy birlikda bu meselelerni hal qilishga tirishish lozim deb Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi ashundoq tushuntirdi. Hem de Wang Yi bilan birga kelgan yana mutaxassislar bor. Misaliga burunqi tashqi ishlar ministri muavini bo'lgan Fu Ying degan bir ayol. Ondan keyin Xitoyninki cho'ng bir tushuncha ombiridan kelgan bir Xitoy bor. Bular hamda shu Xitoy g'arbliklarga ziyon bermaydiganligini, chunki Xitoy ming yuksalsimi jahongir davlat bo'lmaydiganligini va ming yuksalsimi boshqa xalqlarni bo'g'zak qilmaydiganligini tushundirdi, ama g'arb davlatlari ben degandek 2015'ten itibaren Xitoy g'arbga ziyon berdi deb tushunib bo'lgan, ya'ni ashuna ko'z qarashga kelib bo'lgan. Hamda bu Xitoyninki g'arb davlatlarininki g'arb dunyosining qimmat qarashlariga qarshi chiqishga, uni qabul qilmasdan o'zininki qimmat qarashlarini dunyoga yeyib ve ba'zi davlatlarga tanglashga g'arb davlatlar bu Xitoyning qilmishliklaridan ansirashlar ko'payyapti. Bunda bir paytda hamda bu yig'inninki natija nega bordi deganda Xitoydagi bir davlat yukselyapti,
G'arb medeniyetiga va dunyoninki markazi G'arb bo'lganligini o'rnini Xitoy yiqitib bitib ya o'zi oldigan mushta bir ahvol kelyotidi degan bir angni shu dunyoga to'ntiryotidi endi. Hamda Xitoy hozir ming ig'iz bo'lsa bularni tushuntirish bek qiyin bo'ldi. Sebab Xitoy yukselyotidi, armiyasi kuchlanayotidi, iqtisodi kuchlanayotidi, butun dunyoga shu siyosiy kuchini ta'sir yetkazyotidi. Iqtisod va tijorat vasitasi bilan ba'zi davlatlarninki ichki ishlarga aralashyotidi. U davlatlarninki siyosatiga aralashyotidi. Bunda qilgandan keyin bunda kuchli hamda Xitoy agarda rostla Amerikachilik bir kuchga ega bo'lib qolsa, dunyoga qanday bir balo qazo keladi degan bir tushunchaga kelyotidi. Ammo Xitoy men kuchlansam, Amerikaning yerini olsam, men manda qilaman degan gapnimi xalqlarni qoyil qilgudek gaplarni qilmayotdi. Chunki Xitoyningki shu qattiq kuchi deylik, shu siyosiy ishiga olgan taqdirda, ya'ni harbiy, iqtisodiy, texnologik kuchlar kuchlangan taqdirda yumshoq kuchi ojiz qilyotdi. Chunki dunyoga sunalaydigan bir yumshoq kuchi bo'lmag'achqa va uning yerga Kongzninki ideyasini butun dunyoga silyotdi. Ammo Kongzninki ideyasiningki asosi shu diktatorlik bir hokimiyatni qo'g'dab qilishninki bir ideologiyasi bo'lg'achqa, bugun dunyo buni tonigan siri bundan keyin Xitoyningki niyatini tushunishga boshlaydi. Hozirdan boshlab ba'zi Kongzi institutlarini yipitilyotidi va ya oshqozmayotidi hozir g'arb davlatlarda. Chunki ba'zilari tushunishga boshladi. Xitoy aslida Xitoydek bir diktator davlatni dunyo davlatlarga qarshi o'zini qo'llash uchun shunday bir ideyani dunyoga yeyitibdi deb ashuna o'ylayotidi. Hamda bu dunyoda bir qancha shu Munih xavfsizlik minbari degandek yig'in o'xshaydigan yig'inlar bor. Misolga o'tgan yilninki oxirida shu Kanadada ichilgan Halifax degan yerda ichilgan xalqaro xavfsizlik yig'ini deb. Bu yig'in 11 yildan beri davom qilyotdi, ammo bu yig'inninki bir alayidligi shu generallar, strategiya mutaxassislari va shundaqla bu xavfsizlik va strategiya haqida shu tadqiqotni ilib borgan odamlar, mutaxassislar qatnashadigan yig'in. Bu yig'inga bultu shu Hong Kong masalasi, Uyg'ur masalasidan tupayli bu yig'inga alayida bo'lib, shu Uyg'urlardan vakil bo'lib, Dolqun Isoni, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Isoni chaqirgan bo'ldi. Undan keyin Hong Kongdan bir vakil va shundaqla mualif Xitoylardan bir vakil qilib chaqirildi. Chunki bu Xitoyningki bu siyosatlari, masalan, Tayvanga qarshi, Hong Kongga qarshi, Uyg'urlarga qarshi va Janubiy Xitoy dengizdagi bu Xitoyningki pozitsiyasi xalqaroningki xavfsizligiga ziyon beryotidi deb ko'rgashga, bu da shu Uyg'urlarni chaqirgan bo'ldi. Belki kelgusida Munixdagi shu xavfsizlik minbariga belki Uyg'urlarni chaqirib qilish mumkin. Chunki bu hozir men degan bu ikki minbar, ya'ni ikki yig'in naydi dunyoninki eng ilg'or shu chetdan, xavfsizlik chetdan eng ilg'or odamlarni da'vat qildigan, chaqirdigan bir yer. Bu sababdan Uyg'urlar bunday yig'inga qatnashgan siri xalqaroning markazida, xalqaroninki cho'qqisida nimalar deyilyotidi, nimalar deyilmayotidi ve bunda bir ahvallar Uyg'urlarga qanchalik foydasi va qanchalik ziyoni var deganini o'rganalaydi. Ya'ni Uyg'urlarning taqdirini chet elliklar o'ynab ketmaydi. Uyg'urlar o'zining taqdirini o'zi tutib, o'zi boshqara oladigan bir holga kelalaydi. Ya'ni dunyoning bunda cho'ng yig'inlar kelgusindagi dunyoninki ketishini, ya'ni yurishini, oldiga qarab mengishini ta'sir yetkazadigan bir yig'inlar bular.
Şununla bunda yığınlar nayet ehmiyetlik. Xitoy hukumatı 17 fevral Amerikadan kirgizildigan öy hayvonlariga qartilgan cheklimini butunlay bekor qilganligini e'lon qildi. Bu virus sabablikmi yoki savdo kelishimi sabablikmi? Bu cheklimining bekor qilinishi Xitoyning hozirgi vaziyatiga tug'ilgan zaruriyatmidi? Aslında Xitay bunu xili yıl baldur bunu çekligen. Yani Amerika'dan şu öy hayvanlarının ki import qilishini to'xtatgan Xitoy. Azroq olgan bo'lsa-mu, ammo umumiy jihatdan to'xtatgan. Buning sababi Xitoyda shu qush grippi deb shu öy hayvondan tupayli o'ttirib chiqqan shu kasalliklar bo'lgan. Shuning chet eldan shundaq hayvonlarni oz kirdigan bir qarorni bergan. Ondan keyin bu ikki davlatning orasidagi tijoriy urushi, ya'ni savdo urushidan tupayli Xitoy yana Amasga yetgangan. Ammo bu 2019-11 oyda Amerikan prezidenti ve bu Xitoy devlet başlığı ikki tarafninki bir ko'rishish vardı. Bu ko'rishishda ondan keyin Amerikada shundaq to'g'udek, qushdek ve shu öy hayvonlarini aldıganligini söz bergan. Ve bu daqi shu 2 ayning 14'ida bir necha ay, yani müzakere qilib kelgan ikki tarafninki savdo müzakereninki birinchi qadamida shu Amerikanınki mayli shu ochliq bo'lsin, mashlar bo'lsin degandek, bunun yanında shu to'g'udek hayvonlarni ilishga to'g'ri kelgan. Shuningga budaqi Xitoy Amerikadan kirdigan öy hayvonlarning etkaz qilishini to'xtatgan. Yani Amerikadan bundan keyin kiralaydi degan gap. Fakat bu karar ilingan vaqtida Xitoyninki ba'zi o'lkalarda shunda qush hayvonlari bu grippi deydigan kasallar paydo bo'ldi. Aslında Turkistonda mı paydo bo'ldi. Shuningga necha milyon shu to'qlarni, qushlarni o'ldirdi bu Xitoylar. Hamda bu Amerikadan agarda bu to'qlar kirdigan bo'lsa, bu qushlar kirdigan bo'lsa, hamda öy hayvonlari, hamda Xitoyga bir foydasi bo'ladi hamda. Çünkü o'zininki to'qları, qushları azalgandan keyin Amerikadan kirishi bununki bir foydasi oldu. Ondan keyin Xitoyda bulturdan başlap, ondan keyin cho'chqa grippi kasali bo'ldi. Shuningga cho'chqa go'shtları o'sib ketdi. Shuningga bu cho'chqa go'shtini yeyamagandan keyin hamda to'qu go'shti, qushning go'shti degandek, biliq go'shti degandek ashlarni yeb turinglar deb tashviq qilgan. Bunda bir ahvolda Amerikadan kirdigan bu to'qlar, qushlar foydasi bo'ladi Xitoy uchun. Ama eğer de Amerikadan kirgan shu öy hayvonlarni kasal yaratib qolsa, hamda Xitoy buni to'xtata oladi. Yani birinchi qadamdagi ticari kelishimning birinchi qadamdagi 90 necha betlik bir hujjatninki maddasi bu. Ama Xitoy bu hozir Xitoydagi bu koronavirusundan tupayli belki Amerikanınki shu öy hayvanlarınki importni to'xtata oladi deb o'ylasak mı bo'ldi. Ama evvelmen deganda Xitoy hozir shundaq go'shtlarga ehtiyoj bor. Ondan başka yana birisi shu to'qlarga, qushlarga beradigan yemlar azayib ketib qolgan gap. Chunki hozir ishlab chiqarish to'xtab qolgandan keyin bu Xitoyning qo'lidagi shu öy hayvonlarni yemsiz qolg'ashga o'layotgan ahvollarmi bor ekan hayvonlarni. Shuningga darhol shu Amerikadan shunda öy hayvonlarni import qilishi nayti bir Xitoy uchun nayti muhim bir karar bo'ladi hamda. Hamda bir Xitoy uchun bir muhim bir tijoratmi bo'ladi. Shuningga bu Xitoy shu sababdan Amerikadan shu öy hayvonlarni ilib oladi deb o'ylayman.
Erdoğan bilen Amerika prezidenti Trump telefonda görüştü. Xabarda bildirilishicha, ular Liviya, Suriya meselesini sözleşkenden sırt, Türkiye Amerika savdo kelishimi haqida so'zlashib, savdo so'masini 100 milliard dollarga chiqarish uchun kelishim tuzishga tayyorlik boshlaydiganligini bildirgan. Türkiye Amerikaning bundaq kelishim tuzishining ikki davlatga elib keladigan foydasini bizga analiz qilib bersangiz. Buning Uyg'urlarga bir foydasi bo'lamdi. Tabii bir ravan boğan Amerika-Türkiye münasebeti Uygurlara bir faydası buludu. Hem de Uygur meselesi de iki devletme birlikte hemkarlık kılalaydı. Hem de Amerika ile birlikte Xitay'ınki İpek Yolu stratejisini mi tosyalaydı. Yani her iki devlet, Xitay'a karşı her iki devletinki ortak menfaatleri var. Fakat Xitay, Türkiye ile Amerika'nın arasında başka meseleler mi var? Mesela şu rayon karakterlik meselelerindeydi. Bu da akı telefon görüştüğüme değildi. Şu Suriye meselesi ile Libya meselesi. Bu iki meselesine körüşken vaxtıda hem de Amerika tarafı biz ensiravatımız diyenine davatıdı. Ama yine Türkiye nurgun şu Suriyelik mültecilerine Türkiye'de şu 10 yıl bokalay dedi. Şu yıllarda tutup bekip kızınıgıma naite yukarı baha verdi Türkiye'ye. Yani bu İdlib meselesinde kandak hemkarlık kıgılı buldu ve şundakla şu Libya, Libya meselesinde kandak başka devletlerine rahatsız kılmayı durup kandak hal kılı buldu diyendek timiler var. Yani bir sılı diyen şu 100 milyar dolarlık ticaretini güçlendiriş. Hem de bu neçə yıldan beri davatkan bir ticari mesele. Hazırlıca tekrar düzelmedi. Çünkü ebey diyendek hem iki devletin arasındaki münasebet hem de rayon karakterlik meselelerde iki devlette ortak bir menfaat görünme vardı. Yani birbirisiyle maslaşkan her iki devletinki menfaati birbirisiyle maslaşmayan bir ahval var. Onun başka mesela Amerika'nınki Suriye'de bu Kürt koşullarını kollaş ve ulanı destek kılışı. Türkiye bunun da naiti rahatsız buluyordu. Çünkü Türkiye yüzünden çigra xavfsizliği ve milli xavfsizliği ve şundakla Kürt koşullarının Otura deniz çıkışının aldığını iliş için Türkiye'ninki milli menfaati bile dokunuşlu vardı. Yani bunların arasında bir zıtlık var. Şununla Türkiye'ninki bir yerdeki Kürt koşullara karşı çıkışı Amerika'nınki kollayışı bile maslaşmaya vardı. Yani bir mesele var. Bu boza şu FETÖ'cü meselesi. Bu Türkiye Amerika'dan Fethullah'ını istevadı. Onu kayıtlık edip. Hem de Türkiye bu nurgun banalarına, nurgun delillerine, nurgun şu hüccetlerine Amerika'ya belgen takdirdi mi? Amerika'nın adliye sistemi de tekrar buna birdiğen de bir karar çıkmadı. Şununla Türkiye Amerika'ya naite çok narazılığı var ebeki dikendek. Bu sebepten tüpeyle iki devletin arasında yaxşı bir münasebet kuruş için ebeki dikendek meseleler hal buluş lazım. Hiç olmasa köp kısmı hal buluş lazım. Ondan başka mesela Amerika'dan kural iliş meselesi var. Amerika bireylideydi ama bazı şartlar bu başka Türkiye'ye alamaymadı. Mesela bu da telefon görüştüğümü iki liderin arasında boğandek, gepler boğandek Patriot diyen bir roketi var. O hem de en asan kolay hem de. Aşını Türkiye almakçı ama Amerika hazırlıcı onun ki ahırkı kararını belginiyor. Yani jığıp kegen çağda iki devletin arasında ortak menfaatleme var hem de birbirine boğan menfaat zidiyetleri var. Bu sebepten töpeyle iki taraf
kütken o münasebet, iki devletin münasebeti kütken seviyeye tabii kelgini yok. Bu belki asla buluş mümkün çünkü Türkiye Xitay'dan kütkenligini, kütüvatkanlığını hemsini alamadı. Rusya bilan bo'lgan munosabatmi shu yine shu manfaat dokunuşluk, manfaat ziddiyetlikten tüpeyli. Rusya bilan burunqidek yaxshi munosabat emas. Undaqda hamda shu Amerika bilan yana yangidan bir yaxshi munosabat qurish hamda bir tanlash, yani stratejik tanlash. Ama ben degandek iki devletin Amerika ve Türkiye'nin arasındaki degan bu manfaat dokunuşluktan tüpeyli yakın bir zamanın içinde derhal tüzülüp gidilen ahval tabi görünmeydi. Qarqash hüjjatlari 30 necha xalqarалық axborot vositalarining xabarida e'lon qilinib, yana bir qitim dunyo jamoatchiligining diqqatini tortdi. Ba'zilar bir qism ziyorat qabul qilguvchilarning muxbirning so'ragan savoliga bergan javobidan beoromlik his qilganligini, bu xildagi javob berishning Uyg'ur davosiga ziyonli ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Guvohlik berganda o'zining beshiga kelganini so'zlash bilan birga siyosiy maydonni ifodalash kerak degan qarash sizcha to'g'rimi? Muxbirlarning so'raydig'ini, qiziqadig'ini Uyg'urlarning siyosiy maydonimi yoki Xitoyning razilligining isbotimi? Guvohlik berganda nimalarga diqqat qilish kerak? Birincisi bu Qarqash hüjjati degan narsa hüjjat emas u. Hüjjat degan vaqtida Xitoy hukumati ya da Urumchi hukumatininki chiqargan hüjjat bo'lish lozim. U yerda tamg'lar bo'lish lozim va shundaqla qizil xat bilan cho'ng xatlarni qizil xat bilan yozib, undan keyin uning nurg'un nimalari bor. Xatning cho'ng kichikligi, semiz urug'ligi degandek shartlar bor. Onunla bisilganlarni hüjjat deymiz. Ma'vu hamda shu Qarqash şehir nahiyeninki belki aşağıda işleyotgan şu Uygurlarını takip qilgan işleyotganlarninki jiqqan bir material. Bu materialda G'arb devletlerininki muxbirlari yoki tadqiqotchilar shundan narsani chiqadi. Yani Uygurlar dini kimlik, milliy kimlikdan tüpeyli solunuvadıdı. Hem de birisini solasa onun urug' tuqqanlarini, tonush-bunishlarni hammani bog'lab, onunki tizimligini chiqarib bu nihoyatda dahshat va nihoyatda rehmsiz bir ahvol deb tanqid qilyotdi. Ama buni to'g'ri mundaq qarash lozim. Yani Xitoy nima uchun buni qiladi? Meselesi var. Aslında Xitoy buni qilishiningki sababini hammamiz bilamiz. Çünkü Şarkı Türkistan'da 136 yıldan beri bir müstakillik davası var. Bazen çöküp ketken, bazen yukarı beline çıkan ama devamlı aldığı karap mangan bir dava meselesi var. Bu dava meselesinin ki sebebi hem de bu Şarkı Türkistan degen rayon işgal kılınan rayon. Bu bir. Bunu yaxşı biliş lazım. İşgal kılınganken il biliş lazım, tatil biliş lazım. Bu halkının ki tabii bir hakkı. Olup mu şu birinci dünya uruşu, ikinci dünya uruşundaki dünyada müstemlike aslında kalan devlet, kalan halk ve zemini, halkını azat kılış ve zeminini kaytırıp bir işte yediğin kanunlar var, halkara kanunlar. Ondan ki bu halkının ki öz takdirini öz belgileş degen bir hakkı var. Bizning Uyg'urlar xato tushunib olg'achqa bu so'zni onun için başka bir yerga so'rayotdi. Aslında birinchi dunyo urushidan evvel shu o'z taqdirini o'z belgilash degan hukm o'tirib chiqqan. Bu hukmninki maqsadi shu g'arb devletlarining besib olgan mustamlika rayondagi xalqlarning mustaqilligi uchun chiqargan bir hukm. Bu hukm Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki esas nizamnamalariga yozilgan ve shundaqla nurg'un cho'ng xalqaro qonunlarga yozilgan. İspanya'nınki bu mustaqil istayotgan bir grup halk, ondan keyin Fransa'nınki istayotgan bir grup halk var. Ondan keyin İngiltere'ye bağlangan bir yerinki var. Kanada'da mı var? Hatta bu şimali Irak'taki Kürtlerimi
mushu hukmga tayinib turib biz mustaqil bo'lamiz deb referendum qilgan gap. Shuningga bu hukmlar mustaqil bo'laman deydigan xalqiga yoqadigan bir qonunlar. Faqat bu abaqiman deganlar nima uchun mustaqil bo'lamadi? Chunki siyosiy bisimlar. Bu siyosiy bisimnima ish lazım. Şuna başka Uygurlarma Xitay'nınki siyasi bisimime karşı çıkarış lazım. Yani bundan başka bu Uygurlar ya ki Türkistanlıklar müstakil talep kılıvadıdı. Bularınki şu müstakillikninki en mühimi boğan pan-Türkizm, pan-İslamizm var hep durup hem de Uygurlarınki kimliğine, Türkistanlıkların kimliğine yokutuş hem de şu dini kimliğini yokutuşa tırışvadı. Hem de bularını yokutuşa tırışkandan keyin tabii bir ahvalda bu Xitay hakimiyetiga karşı çıkış ve inkaz bildiriş normal bir ahval bu hem de. Fakat Xitay mı dünyaya ajna to'ntivadı. Hazırki men degan sebepni qayirib qo'yib, Türkistanlıklarning inkasini sebep kılıp dünyaya to'ntivadı. Şununla bu Türkistan'ınki müstakillik hareketi hazır Garp dünyasında Garp'ınki bu muhbirlarınki kalemide yalğızla bular farklı dinde ve farklı millet boğaşqa Xitay izvadıdı degan yerga akivadıdı. Bunu ekegan vaqtida müstakillik degan gapni tugaydi degan gap. Ondaqda 136 yıldan beri bizning Türkistan'dan her toprakta yıkılgan kanlar yerde kalıdı. Aşı şehitlerinin kınama yerde kalıdı. Şununla bu meseleni oturup koygan çağda Karkaş bu malumatla aslında Xitay'ınki Türkistan halkının dini ve milli kimliğini yoktuş için ve bu milletini Xitaylaştırış için ilip bir vatkan faaliyetinin ki bir kısmı da görüş lazım. O vaqtda ondan keyin buningki bu ma'lumotninki qiymati ondan keyin o'ttirib chiqdi. Bo'lmasa Xitoy yolg'izla diniy va milliy kimlikka qarshi qilyotdi degan vaqtida mustaqil istamaydigan bu haqli degan bir yerga ekib qo'ydi. Undaqda bu 136 yillik kurash yo'li bikoga ketgan bo'ladi. Ikki jumuriyatmi biko qurilgan bo'ladi degandek meseleler oturup çıkdı. Benim göz karışım şu anda. Xitay uda 3 gün yuqumning azayganligini, pat yaqinda tamamen kontrol qilinganligini kuchab tashviq qilishni boshlab, 3-kuni 20 fevraldan boshlab Janubiy Osiyasining Urumchidan Sharq Turkistonning har qaysi shaharlariga, shundaqla Xitoy o'lkalariga uchish liniyasini echishni boshlaganligini e'lon qildi. Buning bizning vatanga elib keladigan xatarni bilamiz. Bununla nisbeten muhaciratdagi Uyg'urlarning qo'lidan keladigan bir ish bormi? Hem de bu chet elda turib ishchiga müdahale qilish, aralashış unda asan bir ish emas hem de. Xitoy buni qilg'izmaydi. Undaqda shu chet elda bir faoliyatlarni qilish lazım. Yani bizningki ansirashlarimizni misalga bu virusninki kamplarda yeyilishi, türmelerde yeyilishi ve cemiyetinin içinde yiyilişi bizimki Türkistanlık halkı ve Uygur halkıga çok ziyan berdiganligini şu halklarda teşvik kılış lazım. Xitay bununla ehmiyet beriş lazım Türkistan'daki bu virüs meselesiga ve şundaqla qanchalik adam yuquldi, qancha adam öldü deganini aniq berish lazım. Eğer de iniq vermegen takdirde ebaqi ensirashlar yana devam kılıdı. Türkistan'da mancılık adam makisel gırdap oldu deydi. Yani bir cetten sanlama bir vadı, ölgen sanlama bir vadı ama kim ölgenligini demey vadı. Yani Uygur mu, Xitay mı, ya ki başka etnik millet mi? Onu mu vermey vadı. Şununla bu ensirashni xalqarada undan to'ntish lazım. Ve xalqaradan bir kuchni shakllantirib, bisim kuchini shakllantirib, bu bisim kuch nimaga ishga yaraydi deganda Xitoyga bo'lgan bir bisim kuchlar bo'ladi.
Yani bu bizim güçler eğer de güçlengen takdirde Xitay Şərq Türkistanlıqlara ondan keyin ciddi bir muamele kılıp ve köngül bölüp bu işini ondan keyin texmi ciddi alıdı, ciddi ilip mandı dep oylayman. Eğer de kılmagan takdirde Şərq Türkistan halkla ölsümü bular uyuşur vaqaşqa rakamlarını yaki bu vakalarını onun için bilemeydiğim bir halıga kip aladı. Şununla şu çetelden bir bisim işiltiş ve Uygurlar yaşayatkan devletlerde hem meclislerge hem hükümetlerge doklatlarını sunup bu ensreçlerini bu hükümetlerge ve meclislerge dep durup bir gün tertip yartış lazım dep oylayman. Erkin Ekrem Efendi, körülmenlerimizden sizden soraydigan bir qancha sualı barken. Şu suallarga bir tushuncha berip ötken bolsunuz. Virus sebeplik Xitayning Sharq Turkistondagi taqibi ojizlashdimi? Bence acizlaşmadı dep oylayman. Çünkü Xitay'ınki maksatı lagerini kurup çıkışı ve türmüge itişininki sebebi Uygurlarını şu kimliklerini yokutuştur. Yani şu fizyolojik cihetten Uygurlar yani yaşaydı ama kimlikini yüzdürüvetken bir adamga aylandırışka planlagan dep oylayman. Misalga şu 2017'de Xitay Ürümçi hükümetininki CH Nazırı Wang Mingshan'ınki digen bir gibi var. Deydi bu bir yılın içinde Şərq Türkistan'ınki şu mukumsuzluğunu nispeten kontrol astığı alalayımız. 2 yılda bunu mukumlaştırışla tırışımız. 3. yılga kelgen çağda bununki normal halıga aylanış. 5. yılında onundan keyin umumi nişanga erişimizdeydi. Bu umumi mukumluk nişanı bolsa Şərq Türkistan'ın umumi vaziyetini tamamen kontrol kılış ve uzun müddetlik kontrol kılışını qoğdayımız ve bunu yartımızdaydı. Yani 2017 digen gep eğer de 5 yılını hesap kılgan çağda bu 2022 yılı digen gep. Yani Xitay'ınki en asas digen vaxtıda bu lager meselesini 2022 gece devam kılıdı digen başta buna plan kılganlığını köreleyimiz bir yerde. Hem de bu Xitay'da SARS bolup bakkan, onun evvelme netçe jukumluk keseller bolup bakkan, Şərq Türkistan'da mı xeyli çoğun bir jukumluk keseller bolgan Xitay'la onu 1 numurluk kesel, 2 numurluk kesel dep atattı. Çünkü halkara bilip kalmışsın bu jukumluk kesel bağlığını dep. Şunun o vaxtıda mı Xitay yani nurgun adam ölgen takdirde mi bu keselini toktutalığan hem de. Şununla bu hazırki bu koronavirüsünü mü belki toktutalaydı dep oylayman. Çünkü bu yalğızla bunun doğrusunu Xitay'la izdinmayvadıdı. Amerika deyimiz Rusya, Germaniya degendek, hatta Türkiye degendek devletleme izdinvadıdı. Bir günü birisinden tepilik kılış mümkün. Şununla bu tepilik kılışka Xitay işensile Şərq Türkistan'daki bu bisimni acizlaştırmaydı dep oylayman. Eğer Xitay hazır acizlaşkan bolsa, biz chet eldeki Uygurlar qandaq qilganda Xitayga bisimni kuchaytiramiz. Düşmanning aciz holatidan qandaq qilsak amaliy foydalana olamiz. To'g'ri, budaqi Xitoy mushu kasaldan to'paylimi obrazini buzib oldi xalqarada. Chunki yeng İpek yo'li bilan dunyoga madaniyat ekilimiz, dunyoga boylik ekilimiz, bayashat ekilimiz. Bütün insonliklarninki taqdiri bilan shug'ullanamiz, ularni o'rtaq boy qilamiz deb ajna deb yurgan. Ama bu da xalqlar bir narsani tushundi. Xitoy balki İpek yo'li bilan kasalni dunyoga yeyish mumkin degandek ko'z qarashlarmi chiqdi. Misalga Wall Street Journal'da bir maqola chiqdi. Xitoy shu kasal ko'pisi bo'lgan bir millat deb. Shuningga bu xalqarada bunday ko'z qarashlar Xitoyninki obrazini buzdi. Hem de bu Hong Kong meselesi, Uyghur meselesi, Tayvan meselesi ve şundaqla Janubiy Xitoy dengiz meselesinden tüpeyli
Xitayninki bir yaxşı bir devlet bolmaganlygını, niyetiningki yaman bolganlygını ve insanlık tarafınınki naçar bolganlygını kördü ve Xitayning obrazı texmi buzuldu. Bu buzuluş bilan Xitay bunu tüzdümen dese xili yılgı ketidi, xili jiq mablag' silishga majbur qiladi. Hamda to'g'ri yo'lni topalısa tüzdü oldu, tapamasa tüzdemeydi. Bu nima degan vaqtida Uyg'urlar uchun bir xalqarada kuchlarni tashkil qilib, bu kuchni yaratish bilan Xitoyga besim ishlatadigan eng yaxshi vaqt hozir. Onundan başqa yükselgen Xitay şu mevcut Cihangir devleti deyli, şu Amerika bilan tepişip kaldı hazır. Bir-birisiyle uruşuyordu hazır. Bu yalğızlı ticari cetteki bir uruş emas. Şundaqla iqtisadi cetten, onundaki teknoloji cetten, ideoloji cetten, ertügün xavfsizlik cetten çıkış mümkün. Onundaki mutabiye cetten çıkış mümkün. Çünkü her iki taraf kurallarını yenilaşqa tırışıyordu. Hemmisi şu bir-birisiga karşı kural işiltimende bularını yenilawadı kurallarını. Manda degan vaqtida hamda Amerika Xitoyning arasındaki bu jeriklik münasebeti yeni bir soğuk jangninki bir şeklini paydo qilyapti. Bu mu Uyg'urlar uchun bir foydali bir ahvol. Onundan başqa yükselgen Xitoy qo'shni davlatlar bilan munosabatlar jeriklashyapti. Ba'zi qo'shni davlatlar Xitoyga chin eslab olgan bo'lsa, ular shu iqtisodiy manfaatdan tupayli. Xitoyninki iqtisodi agarda mushu nurg'un xato boshqarish bilan, mushu viruslar bilan jamiyatdan chiqqan jidallar tupayli mushu iqtisodiy bir chatoq o'qigan vaqtida bu davlatlarmi bu iqtisodiyatdan manfaat ko'ramaydigan holga keldi. Ko'ramagan taqdirda u vaqtida Xitoy bilan bunchalik yaqin bo'lamaydi. Onundan başqa Xitoyninki qo'shni davlatlar xavfsizlik jihatda Amerika bilan hamkorlik qilyapti. Yani iqtisodda Xitoyga bekinyapti ama xavfsizlik jihatda Amerikaga bekinyapti. Demak ki bu davlatlarga Xitoyga tam sadoqat sodiq bo'lganligini degil bo'lmaydi. Bu mu bir Uyg'urlar uchun bir foydali bir ahvol paydo bo'lyapti. Onundan başqa bu 90'lı yıldan itibaren şu Xitoyda Ali maktabda ya da Şarkı Türkistan'da Ali maktabda okugan nurg'un Uyg'ur bolalar sirtqa chiqdi. Bu sirtqa chiqishi bilan birlikda chet eldagi da'voninki suhbatini va taraqqiyatiga jiq to'pi qo'shgan bo'ldi. Ya'ni bunda deb kelgan chog'da Uyg'ur meselesi hozir xalqaroninki cho'ng meselening biri bo'lib ko'rinyapti. Burunmu bir yerdimi bu TV'dimi deyiştik. Yani Garp dünyası bile Şark dünyası Uygur meselesinde ikkiga bölünüyordu. Bundan çoğun iş olmaydı. Misalga Uygur meselesi bundan 10 yıl evvel ya ki 15 yıl evvel Türkiye'nin misalı alınacakta Türkiye'ninki Hürriyet Gizli ve Millet Gizli'ge Şark Türkistan Uygur dep bir haber çıkıp kalsa o günü keşte hemimiz nam bile dapçalattık. Hazır mana dünyanınki en çoğun gizlerde bizning haberimiz bo'lyapti. Misalga tünügünden bugünküce New York Times var, Washington Post var, Wall Street Journal var, ondan keyin Financial Times var. Bu dört giz dünyanın en çoğun gizdi. Eşyalarda haberimiz bo'lyapti. Şunu demekçi ben. Uygur meselesi dünyanınki en çoğun siyasi meselesiga aylandı. Ondaqda Uyg'urlarma mushu yuqori seviyede davani ilib bardigan vaqti keldi. Ya'ni burunqidek faoliyatni ko'p qilish emas, undan keyin siyosiyonlar ko'proq ish qiladigan vaqti keldi. Hamda xalqaro seviyede nurg'un davlatlar bilan birlikda bu ishni qiladigan vaqti keldi va Xitoyninki bunda bir dunyoga yomon ko'ringan mana bir ahvolda bu davoni ilib mangdigan eng yaxshi fursatlar kelyapti. Shuningga bu fursatma mana desak bo'ldi, shu 100 yildan beri kelgan eng cho'ng fursatning biri. Ama Uyg'urlar, tashkilotlar shu fursatni
aldığımızdaki 20 yılın içinde şu fırsatını tutamay kalsa veya yuturup kalsa yoki ebekmen degan xalqaro vaziyatlar o'zgarib qolsa, u vaqtida boshqacha bir vaziyat yaratildi, boshqacha bir ahvol paydo bo'ldi. Uni hamda oldini olish uchun bugundan itibaren oturup kelgusiga qarta senaryolarni yezib, bu senaryo qarab, ondan keyin strateji plan bilan ve sızılgan bu plan bilan sızılgan yol haritası bilan harakat qilish lozim deb o'ylayman. Muaciratdagi Uyg'urlarning bolalarini o'zi turishliq davlatlarda askarlikka berishga, zamonaviy harbiy tarbiya ilishga safarbar qilish va amillashtirishning unumli metodlari bormi? Bütün Uygur'un balları asker bolsun deb deyish ve seferber kılışma biraz kıyın hem de. Çünkü bazı ballar askerlikni, ermilikni yaxshi ko'rmaydi. Belki kompüterni yaxshi ko'rdi, belki tarixni. Ondan keyin boshqa fan, biyologiyadan fizikgacha ularni yaxshi ko'rish mumkin. Ama bazı ballar bor, ular shu askerlikka boshqacha bir ko'ngil bor. Bunda ballarni aşında alayda yetiştirmek lazım hem de. Aşı yaşayotgan devletlerninki meyli şu otur mektep seviyedeki harbiy mektebi bo'lsin, hem de şu üniversite seviyedeki harbiy mekteplerde bo'lsin, bir yerlerde okup ve 21. yüzyıldaki şu harbiy nezariyesi, harbiy şu praktiklerini öğreniş lazım. Bu cık paydası buludu. Birisi aşı devletinin grajdanı boğaşka, aşı devletinin hizmetini kılan buludu. İkinciden belki kelgüsünde Uygurlarıma bir paydası bulup kalıdı. Eğer de bunda can ahval payda bulmagan takdirdimi, ular şu sahada yetişken istiladan bulup, talantlı adamlar bulup, üzüp çıkan adamlar bulup, yana yaşayotgan devletinde inoatlik buludu deb o'ylayman. Rahmat sizga Erkin Akram apandi, qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashib, qimmatli fikrlaringizni ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun sizga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman. Qadrli ko'rurmanlar, istansimiz strategiya haqida so'raydigan savollaringizga vaqtida javob berish uchun maxsus el-xat sandig'i hozirladi. Mutaxassislarimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, el-xat sandig'imizga yozishinglarni tavsiya qilamiz. Bizning el-xat adresimiz strategiya@gmail.com. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.